Video avvalda sizlarga Askar Gamer kanaliga o'tib obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman, chunki u yerda juda ham qiziqarli videolar bor. Ссылка описаниеda. Mendan salom ayting. Jin ursin, umuman yotolmadim. O'zimning yog'ochim yaxshi edi. Bu umuman bo'lmas ekan. Mana bunaqangi, ha do'stlar, aynan mana shunaqangi yog'och million marta qulayroq edi. Barcha obunachilarga salom. Qolganlar esa mening ismim Derb va men Minecraft youtuberiman. Do'stlar, bizni qishloqda apokalipsis deyishingiz mumkin. Qishloqqa ham apokalipsis bo'ladimi deb. Ko'rib turganingiz menda bolta va bizda hech narsa yo'q. Ozgina ovqat, mana bu tayoqni olib tashlasam ham bo'ladi, chunki oyog'im umuman og'rigani yo'q do'stlar. Yangiliklarni ko'ra olmayapman, televizor ishlamayapti va bu yerda juda ham zo'r narsa bor. Ko'pchilik menga yozdi, yerto'langizga uni qiling, buni qiling deb, lekin men eng zo'r narsani o'ylab topdim va sizlarga hozir buni ko'rsataman do'stlar. Ajoyib narsa, hamma hayron qoladi. Buni stop, nimani o'zi? Tushunmadim. Nima bo'lyapti ko'chada? Xo'sh. Kasallanganlar va harbiy harbiyni o'ldirishdi. Bular buncha ko'p. Do'stlar, harbiyni urib tashlashdi. Jin ursin. Yordam berish kerak unga. Kasallanganlar armiyasi hujumi. Jin ursin. Bizni qishloqqa kelishdi hammasi. Jitilarga ham hujum qilishyapti. Yo'q do'stlar, ana endi men aralashmasam bo'lmaydi. Jitilarni qutqarishim kerak. Yo'q. Shunisi yetmay turgan edi. Do'stlar, har tomondan kelishyapti. Jin ursin bularni. Ko'pligini 1 2 3 6 tadan ko'p. Sekin hamma yo'g'imni tepkilab tashlashyapti. Qochish kerak. Hamma yo'qdan chiqib kelishyapti. Jin ursin. Qanaqasiga buncha odam axir yo'q bizni qishlog'imizda. Politsiya mashina. Stop, harbiylar politsiya mashinasi. Okey, mayli do'stlar, bu bilan hali keyin shug'ul. Jitilar himoyalashyapti. Ajoyib. Jitil nima bo'lyapti? Hech nima, himoyalanyapmiz. Okey. Shuni bittasi. Hozir senga yordam beraman. Rahmat. Bo'ldi. Mana jinrsi sekin. Hamma yo'qdan chiqib kelishyapti bular. Ehtiyot bo'lish kerak do'stlar, ehtiyot bo'lish kerak. Biznikilarni urib tashlashyapti. Mana, bo'ldi, yana bittasi. Ola qol. Bo'ldi. Jitil nima bo'ldi? Yaqinlashma menga. Nimaga? Mayli do'stlar, hozir jitillar bilan gaplashishga vaqt yo'q. Jin ursin. Hoy, sekin. Shuncha joyda menga qo'llar yetishyapti. Mana, kela qol. Boshingdan seni ham sekin. Mana. Yana kelishyapti. 3 ta. Yo'q do'stlar, yo'q. Quduq ichida 3 ta. Axir suv yana ifloslandi. Jin ursin, har tarafdan kelishyapti. Mana. Yo'q, tegmadi do'stlar. Biroz kartoshka olish kerak. Chunki qornim juda ham ochib ketdi. Yopamiz. Kirdi. Mana. Bo'ldi do'stlar. Oxirgisi edi. Menimcha bu oxirgisi edi. Qishloq atrofida yana qancha borligini bilmadim, lekin biz yana qaytamiz. Nima? Sen kimsan? Men mana shu jitillarni olib kelgan jitil bo'laman. Bu tushunarli. Jin ursin. Bizdan nima xohlaysan? Men sizlardan go'sht xohlayman. Go'shtni o'rniga boltamdan 1-2 zarbani olasan. Bo'ladimi? Ko'ramiz. Yorilgan boshingda ko'zing ko'rmaydi. Do'stlar, stop. Rostdan ham harbiylar nega? Balki politsiyachilar bizga harbiylarni yordamga olib kelishgandir. Bo'lishi mumkin, bizga qorovul qilib. Balki umuman yo'q, afsuski do'stlar, buni endi bila olmaymiz. Lekin mashinani ko'rish kerak. 100% yerda nimadir. Jennerson, tinch qo'yasanmi yo'qmi? Seni faqat yeb bo'lganimda tinch qo'yaman. Issiq. Sekin. Bo'ldi. Do'stlar, nimani olsam bo'ladi? Jangga nimani olsam? Aytarli hech nimam ham yo'q. Afsus do'stlar, afsus. Stop. Menimcha shton, do'stlar, shton bor. Ajoyib. Shuni kiyib olamiz. Avvalgi safargidek meni qutqaradigan umiddaman va jangga otlanmaslik do'stlar, bilmadim nima qilishni. Bo'pti, mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Ketdik. 1 2. Hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q, mayli. Jin ursin. Hali ham ketmadingmi? Mana. Bo'ldi do'stlar, yana bittasini yo'q qildim. Yana qani? Menimcha yo'q. Bo'ldi. Do'stlar, bittasi yugurib kelyapti. Mana hozir kela qol. Mayli, seni ham
Hozir boltam bilan tanishtirib qo'yaman. Bu yoqqa yaxshi. Ma, ol. Bo'ldi. Do'stlar, yaxshi. Qo'limizdan kelganda esa sekingina mashinani tekshirish kerak. Ana u yerda ham o'tirishibdi quduqda Jennurson. Xo'sh, mashina, sekin. Jennurson orqadan Floss Krisa. Xuddi ba'zi PUBG'chilarga o'xshab. Bo'pti, mayli. Ovqatlanib olamiz. Ovqatlanish tinchlanishning eng yaxshi yo'li. Xo'sh, do'stlar, bu yerda nima bor ekan? Mana bu yerda bardachokni ko'rish kerak. Xo'sh, voy Jennurson. Bu yukxonami nima? Qog'oz, hujjat. Do'stlar, axir bu dробовик uchun patronlar. Olamiz hammasini. Zajigalka, qaychi, konserva, ajoyib do'stlar. Shuncha narsa. Menga qaranglar, harbiylar kiyimi endi menda bor. Ajoyib do'stlar. Mana bu Floss jitlari endi hech qachon teshib o'ta olishmaydi. Bo'ldi do'stlar, ajoyib. Dробовик ham bor. Zo'r bo'ldi do'stlar. Yaxshi. O'qlangan ekan. Zo'r. Hozir mana bularni birin-ketin o'ldirishni boshlaymiz. Mana. Bo'ldi. Xo'sh. Bo'ldi. Do'stlar, hammasini bir martada o'ldirib tashladim. Dробовик ajoyib qurol do'stlar, sizlarga aytsam. Aynan menga mos, lekin AKM yaxshiroq edi. Bo'pti, hozir do'stlar, bu yoqqa kiramiz va ishimizni qilishimiz kerak. Bo'ldi do'stlar. Ana endi o'ylashimcha sizlarga uzr, nima qurganimni stop, nima? Yana Jennurson tugaydimi bular yo'qmi? Lekin do'stlar, axir boshda ko'rgandek ular qanchalik ko'p edi. Menimcha ular yashirinib olishgan va birin-ketin hujum qilishyapti guruhlarga ajralib. Menimcha ular birin-ketin hujum qilib bizni kuchsiz qilib qo'ymoqchi. Charchaganimizda yana birdaniga yoppasiga hujum qilishadi. Bo'ldi, ana endi tushundim. Lekin tushunganim hech qanday foyda bermaydi, chunki men bir o'zimman. Yo'q, mayli, nima bo'lsa bo'ldi, hozir jangga chiqamiz do'stlar. Bolta bilan va yaxshisi qochamiz do'stlar. Uyimdan uzoqqa olib ketamiz va birin-ketin yaqinroq kelinglar. Ajoyib. -1, -2. Hoy do'stlar, -2, -3. Ketma-ket kelishyapti. -4, 5, 6. -sekin, -8. Перезарядка yaxshi. -9. Va do'stlar, hoy, mana yana. Bo'ldi, -10. Ajoyib do'stlar. Biz g'alaba qozondik. Men va obunachilarim. Do'stlar, men bir o'zim bo'lsam ham, lekin O'zbekiston bo'ylab 5000 kishi men tarafda turibdi. Bular bo'lsa 10 ta yoki 15 ta. Undan tashqari mana bu ham yaxshi bo'ladi. Aks holda uyimga urmalab chiqishlari mumkin edi. Sim to'siqlar tutib qolishadi ifloslarni. Do'stlar, sizlar bularni o'rmalashni ko'rmagansiz-da. Bo'ldi, tayyor. Yoki kelinglar do'stlar, qishloqni yaxshilab ko'zdan kechiramiz, balki stop, mer. Do'stlar, mer. Yaxshi tuzukmisiz? Nimaga sizni yopib tashlashdi? Mer. Nimagadir eshitmayapti. Mer. Go'sht. Nima, qanaqa go'sht, mer? Menda kartoshka bor, yeysizmi? Ochaman. Zar. Sekin, mer, nima bo'ldi sizga? Jennurson, mana buni tuzatish kerak. Hoppa. Mer. Jennurson, kasallandingizmi? Yo'q. Mayli, mana. Va ikkinchisi. Bo'ldi. Do'stlar, ikkinchi marta merni o'ldirishim. Jennurson, mana bu yerni yopish kerak. Jitel. Nima bo'ldi merga? Bilmadim, men yaqinlarimdan ayrildim. Qanaqa? Sekin, yo'qol. Bo'ldi, uzr, jitel. Jennurson yaqinlarimdan ayrildi degan gapni tushunibman. Xudo. Nima yomonlik qildim bularga? Nima gunohim uchun? Jennurson. Yo'q. Axir, umuman aqlga sig'maydi. Yo'q joydan shunchasi paydo bo'ldi. Mayli, mana bunga yaxshisi yaqinlashmagan ma'qul, chunki yaqinlashganimda nimalardir bo'lib ketyapti do'stlar. Kelasi safar sizlar Jennurson aytdim-ku, yaqinlashsam nimadir bo'lyapti deb. Yo'q. Boshqacha olmayman. Bo'ldi, bularni hammasini yo'q qilish kerak. Kartoshka. Yaxshi. Hozir men bularni yo'q qilaman. Xo'sh, o'qlar solingan. Do'stlar, bo'ldi. Tayyorlab oldim. Ana endi hujumni boshlasak bo'ladi.
Ochamiz va yuguramiz. Sekin. Yaxshiyam branya bor. Qutqarib qoladi meni. Aks holda hozir yomon baqirgan bo'lardim. Bo'ldi. Ana endi otishni boshlaymiz. Mana do'stlar. Xo'sh, menga dravlikdan otish juda ham yoqyapti, chunki bir dona o'q bilan bir nechtasini yo'q qila olamiz. Yaxshi. Lekin afsuski, juda ham ko'p ishlatiladi. Yaxshi. Mana. Tegmadi. Sekin. Mana bir zarba bilan. Endi esa qo'lda jang qilamiz. Mana. Bunisi bolta bilan. Mana senga. Bo'ldi. Bo'ldi do'stlar, ajoyib. Yana bir guruhni yo'q qildik. Yaxshi, endi esa nimalar bo'layotganini bilishimiz kerak. Kelinglar, mashinani yaxshiroq ko'zdan kechiramiz, chunki men mana bu to'polonda umuman yaxshilab ko'ra olmadim. Bor yo'g'i bardachokni ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Xo'sh, ichkarini ko'rdik. Balki yukxona. Do'stlar, mana buni ko'rmagandim. Nima bu? Telefon. Stop. Bu telefon bu do'stlar, ratsiya. Axir harbiylar o'lgan vaqti tushib qolgan bo'lsa kerak. Zo'r do'stlar, ana endi biz qolganlar bilan aloqaga chiqishimiz mumkin. Bilasizlarmi bu qanchalik zo'rligini? Har yomonning bir yaxshisi bor deganlari shu bo'lsa kerak do'stlar. Lekin yomonliklar juda ham ko'p bo'lgan bo'lsa ham, masalan, mayli do'stlar, mayli. Mana shu ratsiya bizni qutqarishi mumkin. Biz harbiylar yoki boshqa tirik qolganlar bilan aloqaga chiqishimiz, bu yoqqa chaqirishimiz, yordam so'rashimiz, xullas juda ham ko'p narsalar qilishimiz mumkin do'stlar. Bo'ldi, hozir signal tutishga harakat qilib ko'raman. Men ratsiyaga umuman tushunmayman, shunchaki tugmalarni bosaman, xo'sh. Do'stlar, yaxshi. Nimadir bildim. Qabul. 13-qishloqdan gapiryapman. Qabul, qishloqda ahvol qanday? Ahvol juda ham yomon. Bizga qanaqadir politsiya mashinasida harbiylar yordamga kelishdi, ammo ularni o'ldirib tashlashdi. Ularga nima bo'ldi? Ularni kasallanganlarni o'ldirishdi. Juda ham ko'p kasallanganlar bugun bizga hujum qilishdi. Oq politsiya mashinasi keldi, to'g'rimi? Ha, politsiya mashinasida. Unda omadingiz kelibdi. Nima? Qanaqasiga omadimiz keladi? Axir bular bizga yordam berishardi-ku. Nima? Qanaqa yana banditlar? Qishloqlarda to'dashadi. Ana endi tushundim. Do'stlar, ular yomon ekan. Sizlarga 20 minutda yordam yuboramiz. Aloqa tugadi. Tushundim. 3 kun. Jennerson do'stlar, 3 kun ichida bo'pti. Katta rahmat. Do'stlar, eshitdingizmi? 3 kun ichida bizga yordam kelar ekan. 3 kun, 3 kungina. Va biz xalos bo'lamiz mana bulardan. Bizni himoya qilishadi, balki biror joyga evakuatsiya qilishar. Ajoyib do'stlar, zo'r bo'ldi. Bugun yaxshiliklar xuddi yomonliklardek ko'p bo'lyapti. Mayli, yaxshisi ochiq tura qolsin. Sekingina tushib olamiz. Do'stlar, bo'ldi. Do'stlar, ajoyib. Bizga yordam berishadi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Nihoyat shuncha vaqtdan keyin. Zo'r do'stlar, jitellarga aytish kerak. Mana o'zi ham keldi. Bu yoqqa kel. Nima bo'ldi, jitel? Sen meni nega o'ldirding? U menga hujum qildi. Sen uni qo'yib yuborgandirsan. Uni qo'yib yubordim, chunki qayerdan bilay? U kasallangan edi. Biz uni tutib turuvdik, davolamoqchi edik. Qanaqasiga davolaysizlar kasallangan bo'lsa? Undan boshqa odam yo'q. Qanaqa yo'q? Mirku. Aytgan nima? Nahotki axir o'rinbosarchi? U ham kasallangan. Axir ular bugun birga ishlashgan edi tuni bilan. Bo'ldi bu. Jitel, uzr so'rayman. Uzr bilan nima ham qilarding? Uzringni pishirib ye, yo'qol. Xo'p. Jennerson do'stlar. Mana bu bugungi eng yomon xabar, chunki sizlarga hozir tushuntiraman. Qishloqlardagi merlar juda ham aqlli odamlar bo'lishadi. Ular qishloqda juda ham kam bo'lishadi. 1 yoki 2 kishi merlikni eplay oladi xolos. Qolganlari esa umuman nima desam ekan, biroz savodsizroq. Merlar eng savodli jitellar qishloqlarda. Ular 1 yoki 2 ta bo'lishadi sizlarga aytgandek. Lekin men ularning ikkovini ham o'ldirib qo'ydim. Va ana shularni Jennerson do'stlar. Ana endi yomon bo'ladi. Undan tashqari ko'pchilik menga kommentariyada yozgan edi, mana bu yerlarga chegara qurib tashla deb. Do'stlar, chegara qura olmayman. Nimaligini tushuntiraman. Bizni Minecraft hayotiy Minecraft, mana bu hammasi. Bu boshqa Minecraftlardan ajralib turadi. Bu yerda o'zimdan o'zim mana bu butun o'rmonni kesib tashlay olmayman, chunki chegara qurish uchun mana bu butun o'rmonni olish kerak.
Lekin mana bunaqangi katta daraxtlardan kuniga bitta, kichkinalardan esa 3 dona olish mumkin xolos. Ko'pini olsam birdaniga menga ban berib yuborishadi. Mana shunaqangi hayotiy Minecraft bizda. Boshqa youtuberlarnikida bilmadim qanday, menimcha ular istagan ishni qilishadi, xohlasa portlatishadi, kreativda o'tishadi. Bizda esa unday emas. Kreativga faqatgina millionerlar o'ta olishadi, chunki kreativ bo'lish juda ham qimmat do'stlar. Ha, oddiy odamlar menga o'xshagan unday bo'lisha olmaydi. Afsuski. Shuning uchun ham men qishloqqa qo'ldan kelgancha vakolat doiram bo'yicha qilaman. Ha do'stlar, aks holda yana qamoqxonaga qaytishga majbur bo'laman. Ha do'stlar, bo'ldi. Bugunga yetar. Yaxshisi sekingina uyga qaytaman va boshqa tirik qolganlar bilan aloqaga chiqishga harakat qilaman do'stlar. Xo'sh. Kelinglar, tugmalarni birin-ketin bosamiz. Umuman kayfiyatim ham yo'q do'stlar. Xo'sh. Bo'sh do'stlar, nimadir bor. Qani biroz orqaga va hammasini tayyorlab va qo'yaman. Sen esa yigitlar, meni eshityapsizlarmi? kel. Yigitlar. Boshlaymiz. Undan tashqari menga Jennerson javob berishmayapti. fotolar kerak bo'ladi. Menimcha bu yopiq efir bo'lsa kerak, xuddi kinolardagidek. Faqatgina 2 kishi gaplashib oladi, qolganlar esa qo'shila. Stop, qanaqa vaksina? Nima? Shaharda vaksina topishga nima? Do'stlar, agar vaksina bo'lsa shaharda, menda zo'r g'oya bor. Do'stlar, quloq solinglar. Men hozir merni o'ldirganim uchun juda ham gunohkor bo'lib qoldim jitlar oldida. Agar men vaksinani olib kelsam, merni davolashimiz mumkin. Aniqrog'i uni o'rinbosarini va u mer bo'ladi va qishlog'imizni boshqarishda davom etadi. Ajoyib do'stlar, ayniqsa menda drabovik bor, menda kiyimlar bor. Shaharda kim bo'lsa ham, nima bo'lsa ham istalganiga qarshi chiqa olaman agar hujum qilib qolishsa, albatta. Bu zo'r bo'ladi. Hozir Jetelning yoniga borishimiz kerak va hammasini unga tushuntiramiz. Afsuski patronlar juda ham kam qoldi do'stlar, chunki ishlatib tashladik boya Jetellar bilan jang qilganda. Lekin shahar bu katta joy. U yerda aniq topaman biror nima. Xo'sh. Hozir Jeteldan so'raymiz va zo'r bu stop. Nega? Aytgancha do'stlar, bu yerda hech kim yashamaydi. U tomonga borishimiz kerak. Juda ham zo'r bo'ladi do'stlar. Meni kechirishadi va yana ularning oldida hurmatga ega bo'laman. Jetel, Ha, nega kelding? menmi? Ha, xullas Jetel, quloq sol, menda reja bor. Qanaqa reja? Yana merni o'ldirmoqchimisan? Yo'q. Men hozir ratsiyadan bir narsani eshitib qoldim. Shaharda vaksina topishibdi. Xo'sh, men esa ana bu harbiylarning mashinasini olib, drabovikim, undan tashqari boltam va boshqa narsalarni olib shaharga boraman va vaksina olib kelaman. Shunda biz merni davolashimiz mumkin. Menda hamma narsa bor shaharga borishga. U yerda bemalol bir hafta ham qolsam bo'ladi. Ishonching komilmi? Ha, axir bu qishlog'imizni qutqarishni so'nggi chorasi, to'g'rimi? Boshqa hech kim merlikni eplay olmaydi. Aha. Ha, lekin mashinani bilmadim. Boya mashinaga bir zombi juda ham qattiq sakragandi. Zombi? Kasallangan demoqchi edim, uzr. Ha. Xullas, bilmadim, yuradimi yo'qmi, xullas mexanikdan so'rayman. Okey. Xo'sh, yaxshi do'stlar. Mexanik, senga zo'r ish bor. Qanaqa? Xullas, boyagi politsiyachi mashina borga, harbiylar kelgan. Aha, ana shuni ko'rib bera olasanmi? Nimaga? Unga boya bir kasallangan juda qattiq sakragandi. Ishlaydimi yo'qmi, aniqrog'i yuradimi yo'qmi shuni bilmayman. Tekshirib ko'rmadingmi? Buzib qo'yishim mumkin. Men hech narsani tekshira olmayman. Men faqat haydashni bilaman xolos. U ham chala. Evaziga nima berasan? Evaziga nima xohlaysiz? Hazil, ketdik, bo'la qol. Okey. Xo'sh, yana bir marta. Yurmaydidir. Ishonching komilmi? Ha, asboblari bo'lsa tuzatib ko'rardim, lekin juda ham qattiq shikastlangan orqa tarafda. Jennerson, aynan nimasi shikastlangan? Glушитель. Tuzata olmaysanmi? Narsalari bo'lsa tuzatardim. Qanaqa narsa kerak? Asbob anjomlarmi? Aha, Menda bir ikkita gaz kaliti va qanaqadir quvurlar bor. Olib kelaymi? quvur bormi? Aha. Bo'ldi, glушительni o'shaga almashtiramiz. Hozir bir daqiqa. Do'stlar, omadimiz kelganini qaranglar. Omadimiz keldi. Xo'sh, do'stlar, sizlarga aytib beraman. Kelinglar, kartoshka ham olamiz. Menda chunki bor yo'q 6 dona kartoshka va yo'llikka sizlarga aytaman. Eslasangiz, videolarning birida bizga banditlar hujum qilgandi va o'shalarni
bir qutisida o'sha yerda chodirda bor ekan. U yerda men quvur topib olgandim. Aynan o'sha quvur va bir ikkita asbob anjomlar orqali bizni mashinamizni aniqrog'i harbiylarniki, balki bilmadim do'stlar kimniki u mashina. Politsiyaniki bo'lgandir, banditlar tortib olishgandir, harbiy banditlar. Xullas, o'shani tuzatishi mumkin. Ana o'sha quvur orqali va biz shaharga yo'l olamiz vaksina qidirib. Bu do'stlar juda ham zo'r bo'ladi degan umiddaman. Aniqrog'i sekin sandiqni ochib ko'rdim. Bizga pechka kerak. Bo'ldi do'stlar, ovqat tayyorlanib tursin. Kartoshka chunki umuman ovqat qolmadi, shu kartoshkani yeb turaman. Xo'sh do'stlar, mana bizda mana bunaqangi gaz kaliti bor, mana bunaqangi razvodnoy kalit bor va mana bunaqangi ajoyib quvur, xo'sh, bolta va pichoq. Balki kerak bo'lib qolar, kim biladi. Bolta bilan juda ham katta bo'lsa kichraytirishi mumkin, to'g'rimi? Xo'sh do'stlar, kelinglar. Jetel, Topdingmi? aha, mana quvur, Xo'sh, mana razvodnoy kalit, xo'sh va qanaqadir mayda bolta va gaz kaliti. ajoyib-ku, der, menga bera qol. Yo'q, muncha xursand bo'lding. Xursand bo'laman-da. Xullas, der, Eshitaman. narsalaringni yig'ishtiraver. Yo'q, Tayyor tur. Hozir Xo'p. jo'naysan.